Ko'kbellaringiz bilan har doim silliq ketdimi? Qanaqasiga silliq narsa faqat uyquda ketadi. Uyquda ham baribir bor. Chiqdingiz shunda. Zo'r chiqqanman. Kuchli chiqqanman. Kelinlarim o'zi yaxshi-da, bilmayman, men uchun juda ham yaxshi. Shuni bittasi shunaqa ostonada turgan qancha qaynonalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan bo'lasiz. Kichkinamda shu holat bo'ldi ozgina. Endi kichkinamchi eng kenja qizni olganman, erkatoy qizni olganman, erkatoyga ikkinchi erkatoyni olganman. O'zim juda yaxshi ko'rib oldim shu qizimni. Bitta ko'rganimda barimga bosdim, bu qiz meniki deb turib oldim. O'zim bir marta ko'rsatmagan ekanlar, hech kimga. Birinchi marta menga ko'rsatdilar, men ilib olib ketdim. Bir oyda to'yi qilib olib ketdim. U bolalarcha xarakterga ega bo'lgan, mana shunaqa uni ertalab turg'izish qayoqda, o'qishiga borsin dedim, o'qinglar. Bir gap bo'ldi. Buni endi eshitsalar balki xafa bo'lmaylar deb o'ylayman. Qish oyida bo'ldi-da to'y. Kichkinani bir aytdilarki, kelinim aytdilarki, "Oyjon, biz dam olishga chiqsak maylimi? Oyimlar bunaqa qilyaptilar" dedilar. Chimyonga. Yo'q dedim. Keyin bahor keldi. Bahorda Lolazorga borsam maylimi? Lolasayliga. Yo'q dedim. 3-safari yozda bo'ldi-da cho'milishga. Shunaqa kechayotgan ekan, "Mana boray, oyjon" dedilar. Yo'q dedim. Uchalasida ham yo'q dedim. Endi manaman degan odamim qahri qattiq qaynana deydi. Keyin o'g'lim telefon qilib qoldi menga bir mahal. "Oyjon, nega bunaqasiz? Nima bo'pti borsa? Nimaga yo'q deysiz? Borib kelaversin" dedi. Bu menga tegdi. Bu menga qarshi oqim bo'ldi. Tushunasizmi? Xo'p dedim. Qo'ydim. Odamga telefon qildim. Bir kelib keta olasizmi dedim. "Ha, boraman" dedilar. O'sha eshitganlar-ku yo'q degan javobni. Keldilar. Men dedim, "Yaxshi ayolman" dedim. "Qizingizni yaxshi joyga bergansiz" dedim. "Qarang" dedim. "Gapni post kallasi. Bu meni davlatim" dedim. "Men shu oilada podshoman" dedim. "Meni qonunlarim" dedim. "Qizni men olib keldim uyimga" dedim. "Bu qiz uchun meni qonunim o'tadi" dedim. "Siz yo'qdan u yoqqa degan narsalarni aytmang" dedim. "Hali keliningiz yo'q" dedim. Bu birinchidan dedim. "Yo'q deganimni sabablarini aytaman hozir" dedim. "O'g'lim ham menga qarshi chiqdi shu yo'q deganimga" dedim. "Endi" dedim, "ochiq oydin aytaman" dedim. "Birinchi sababi" dedim, "endi yangi kelin" dedim. 1 oylik kelin dedim. "Men hech qachon yubora olmayman tog'i toshga" dedim. "Bo'yida bo'ldi" dedim. "Hozir koronavirus payti edi-da, koronavirus" dedim. "Odamlar orasida bu kasallik yo'q deganda men doktor sifatida aytaman sizga. Hozir juda ham katta vspышкасы bor" dedim. "Kasal bo'lib qolsa, ichidagi bola virusli infeksiya bilan tug'ilsa, nogiron tug'ilib qolishi mumkin" dedim. "Bo'yida bor" dedim. "Hozir cho'milishga deb aytdingiz" dedim. "Hali zax" dedim. "Mumkin emas" dedim. "Men olib borsam borarlar" dedim. "Olib bormasam bormanglar" dedim. "Esalomon qutulib olsin" dedim. "Spotrahani sizniki" dedim. "Lekin" dedim, "siz o'zingizni" dedim, "o'tkazmang, iltimos" dedim. "Lekin men bir narsaga" dedilar, "hayronman" dedilar. "Bilasizmi Lola opa, siz gapingiz to'g'ri" dedilar. "Lekin men bir narsaga hayronman. Nimaga bu qiz borganda yig'lab, qaytib kelayotganda ham uyga borganda yig'laydi, keyin qaytganda, ketayotganda yana yig'lab ketadi. Men shunga hech ham adasi bilan tushuna olmayman" dedilar. Mana bu menga katta udar bo'ldi. Nimaga yig'laydi? Shunda kelinimni chaqirdim. "Keling, o'tiring bolam" dedim. "Mana hozir" dedim, "oyingizlar aytyaptilar" dedim. "Bolajonim" dedim. "Soat nechida turasiz" dedim. "Nechida turardilar" dedim. "Xohlaganida endi men ketaman. Потому что ular ikkinchi smenada o'qirdilar" dedi. "Men sizga mana bu ovqatni qiling, mana bu ovqatni qiling deb aytdimmi? Men sizni ishga ko'mib tashladimmi? Yo'q, siz bu kiyim emas, men bu kiyimni kiyasiz deb aytdimmi? O'zimnikini o'tqizdimmi? Hammasini qo'ydim oldiga, qattor qilib. Shunaqasam yo'q deb turibdilar. Nimaga bo'lmasa yig'laysan deb, onalarini o'zi o'qituvchilar-da, ularniki ham nimaga bunday yig'laysan?
sizlarni sog'inaman deydi bolada hali u sog'inib yig'lagan boshqa qilgan. Endi qarang, hammasi o'tdi, biz achollar shu ko'rishdik, bo'ldi, Lola opa shu sizniki ekan dedilar, ketdilar. Endi qarang de, ona otani kuzatib qo'yib kelsam, ikkalasi basseynda cho'milib yotishibdi. Cho'milib turishibdi. Voy dedi, men shuncha asabiylashib, razbor qilib o'tirman, shularnimi dedim endi. Agarda shu narsani qilmasangiz chuqurlashib ketardi. Mana o'sha bitta fistik, mana shu kelishmovchilik bo'ldi, shu qizimning ustida. Bu yog'iga Xudoga beadad shukr, mana shu kungacha juda chiroyli, hozir mana o'qishlarini bitirdilar, birinchi kursda olgan edi.